Malibu 2 aziz yurtdoshlar, sizlarga bu video obzorimizda Bog'ot avtosalonining ikkinchi filialida turgan Malibu 2. Şöyle 2 dona Malibu 2 avtomobilimiz bor. Shular отдельно obzor etib beraman. Kelsangiz avtokredit, barter, naqd pul asosida avtomobillarimizni xarid qilishingiz mumkin. Biri 18 Malibu, biri 20-yil ishlab chiqarilgan Oxford Malibu. Malibu 2 2018-yil ishlab chiqarilgan 78 ming probegdan, kraskasi 1 krelda bor. 2.4 atmosferli bo'ladi. Qora svet zo'r xudo xolasa. Mashinamizda yumshoq balonlar qo'yilgan. DNK kuzov, salon umuman defekt yo'q, umuman kirchiq chiziq yo'q. Bahosini e'lon bo'lsak 243 million so'm. Avtomobilimizni kreditga qaranglar. 73 million bilan kredit beramiz. 3 yilga 9 million 600 dan tushib turibdi. Chotki sostaniyada Malibu 2lar. Navbatdagi Malibu 2 bu 1.5 turbo bo'ladi. Avtomobilimiz 2020-yil lyuk panorama bor. Mashinamizda yumshoq balon, benzinda. Probeg 93 ming yurib turibdi. Holati zo'r, chotki. Bahosi 243 million so'm. 40 million bilan kredit beramiz. 5 yilga 6 million 500 dan tushadi. Avtomobilimiz naqd asosida, kredit asosida, barter asosida kelib xarid qilishingiz mumkin. Chexol ko'ylaklar ham qilingan. Holati zo'r, kuzovda defekt yo'q. Aziz yurtdoshlar, Malibular savdosi zo'r. Kuzatib o'tirgan bo'lsangizlar, Malibu zakonni sotib turibdi. Aytchaqim, sizlardan shuni sotib olmoqchilar bo'lsa, kelishingizni so'rab qolaman. Kelsangiz kelishsak, naqd bo'lmasa sotib berish variantlar qilib savdo qilamiz. Kelaverasizlar, rahmat.